O'zbek seriali Ofsinlarning 60 qismlari dekabr 2-2025 kuni soat 20 da Milliy TV kanalida namoyish etilishi kutilmoqda va bu qism mavsumdagi eng ta'sirli bo'limlardan biri bo'lishiga shubha yo'q. Serial yana tomoshabinni oilaviy munosabatlar, yashirin raqobat, mehr va ehtiroslar bilan to'la dunyoga qaytaradi. Voqealar markazida ikki ofsin o'rtasidagi pinhoniy ziddiyat. Ularning bir-biriga bo'lgan hurmati bilan ichki rashklari o'rtasidagi nozik chiziq asta-sekin taranglashib boradi. Uy ichidagi mayda kelishmovchiliklar, aytilmagan sozlar, sirlar hammasi bir joyda to'planib, qahramonlarning ruhiy holatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Serial aynan mana shu hayotiy holatlarni juda tabiiy aks ettirishi bilan tomoshabin qalbiga yaqin. Ofsinlarning asosiy kuchi ortiqcha dramatizmsiz, hayotiy voqealar orqali tomoshabinni ushlab turishida. 60 qismda qahramonlarning ichki o'sishi, birining tushunishi, boshqasining kechira boshlashi, yana boshqasining esa birinchi marta qat'iylik ko'rsatishi alohida ajralib turadi. Serial oilaning birdamligi, ayollarning kuchi va donoligini tinchlik saqlash orqali ko'rsatishni davom ettiradi. Bu qismda voqealar mantiqiy ravishda davom etadi, dramatik kuch esa avvalgidan ham balandroq. Agar serial shu yo'nalishda davom etsa, tomoshabinlarni yanada ta'sirchan sahnalar kutmoqda.